Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. On 9 iyul kuni Xitoyning talab bilan Marokash doiralari tarafidan Kasablankada qo'lga olingan Idris Hasan ustida Xalqaro soqchi tashkiloti, ya'ni Interpolning qizil rangli tutish buyrug'i borligi ma'lum bo'lgan. Xalqaro kishilik huquq organlarining tirishchanlik natijasida Xalqaro soqchi tashkiloti Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelgan Uyg'ur faoliyatchisi Idris Hasanning qizil rangli tutish buyrug'ini to'g'natgan. Interpol mas'ullari ifoda bildirib, Idris Hasan haqida yangi uchurlarga erishganligini, uning ahvolini aniqlash oxirlashgan qadar uning haqidagi qizil rangli tutish buyrug'ini to'g'natganligini bildirgan. 22 avgust kuni Xalqaro soqchi tashkiloti bayonot e'lon qilib, Idris Hasanning ustidagi qizil rangli tutish buyrug'ini rasmiy amaldan qoldirganligini jakarlagan. Shu kuni mazkur qaror Xalqaro soqchi tashkilotiga a'zo 194 davlatga yetkazilgan. Idris Hasan 2014-yildan 2018 yilning oxirigacha Turkiya xavfsizlik tarmoqlari tomonidan 4 qatim qo'lga olingan bo'lib, 2 yilga yaqin tutib turilgan. Xalqaro soqchi tashkilotining Xitoyning talabi bo'yicha ayblangan kishilarga jinoyat bekitish imkoniyati intayin cheklik bo'lib, to'liq dalil isbot ta'minlab beramaganligi uchun Turkiyadagi sudlarda Idris Hasanning advokatlari izchil o'tib chiqqan. Shundaqdimi Xalqaro soqchi tashkilotining qizil rangli tutish buyrug'i tizimligida ismi bo'lganligi uchun davomli xavfsizlik va adliya tarmoqlari tomonidan parakandichilik uchrab turgan. Idris Hasan ustidagi tutish buyrug'ining amaldan qilishi Idris Hasanning dilosida halqaliq rol o'ynab qolmasdan, buningdan keyin bu xil parakandichiliklarning qayta yuz bermasligida intayin muhim ahamiyatga ega. Navbatda Idris Hasanning Turkiya va Marokash qonunlari xiloflik qilganligiga oid hech qanday gumon va dalil yo'q bo'lib, Idris Hasanning Turkiyada va Marokashda qo'lga olinishiga Xalqaro soqchi tashkilotining qizil rangli tutish buyrug'i asosli sabab bo'lgan. Idris Hasan ustidagi tutish buyrug'ining amaldan qilishi va Xitoy hukumatining Idris Hasan ustidagi aybnomalarni teqish topshirib bermaganligi qatorliq sabablar tufayli Idris Hasanning 26 avgust kuni qo'yib berilishi mumkin ekan. Xitoy hukumati diplomatik kuchi va iqtisodiy ta'sirini qo'llanib, Xalqaro soqchi tashkilotining qizil rangli tutish buyrug'i tizimligiga Uyg'ur faoliyatchilarining ismini kirgizish uchun o'zliksiz tirishib kelmoqda. 23 avgust Avstraliya Kengash palatasi belet tashlab, Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklaydigan bir qonun loyihasini ma'qullagan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya Kengash palata a'zosi Rex Patrick tomonidan sunilgan Tamojna qonun tuzish loyihasi nomli bu qonunda qisman yoki butunlay majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotning import qilinishi cheklangan. Rex Patrick Xitoy Kompartiyasining asosliq majburiy emgak bilan shug'ullanuvchilarning biri ekanligini ko'rsatib, Xitoy Kommunist hokimiyatining Uyg'urlarni keng ko'lamlik va sistemalik bostirayotganligi, jumladan Uyg'urlarni zanjirlab asir ilingan emgak kuchlari sifatida ishlatayotganligini rad qilib bo'lmaydiganligini, Uyg'ur majburiy emgaki zo'r ko'lamlik paxta ishlab chiqarishda oshqushliq rol o'ynaydiganligi, uning xalqaro markalarning ta'minot zanjirini o'z ichiga olgan bir yurish Xitoy sanoat sohasi kengayganligini, Avstraliyaning Xitoy hukumatida buning mantiqsiz ekanligi va qabul qilinmaydiganligi to'g'risida hech qanday gumon qo'ymaslik kerakligini bildirib, bu qonun nuqul Uyg'urlar bilan cheklanib qolmaydiganligini, texnik keng doirani o'z ichiga olgan bo'lib, har qanday davlatning majburiy emgakda ishlab chiqarilgan mahsulotining Avstraliyaga import qilinishini cheklaydiganligini ta'kidlagan. 3 oylik eng tuvan chekayotgan shifrlik bit tangisi 23 avgust dushanba kuni qaytadan $50,000 o'tganni buzib tashlab o'rlashga boshlagan. Dushanba kuni bit tangisi taxminan 2% o'rlab $50,249 ga yetdi. Bu may oyining o'rtalaridan buyangi eng yuqori nuqta bo'lgan. Bit tangisi bu yil aprel oyida tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Ammo Tesla shirkatining bosh ijroiya amaldori Musk bit tangisini qabul qilishni to'xtatishni qaror qilgandan keyin Xitoy Kompartiyasi nazorat qilib boshqarish tadbirlarini kuchaytgan. Shuning bilan may oyining o'rtalarida bit tangisi keng ko'lamda setilib, biroqla $30,000 dan tushib ketgan. O'tgan bir necha kunda Amerikadagi eng chong shifrlik pul supisi $500 million shifrlik pulni ko'paytganligini e'lon qilgan. PayPal yana Angliyada yangi mulozimatning yo'l qo'yilganligini, abonentlarning shifrlik pulni setib olish, saqlash va setishiga yo'l qo'yganligini e'lon qilgan. Bir qator aktiv xabarlar shifrlik pulning o'sishini keltirib chiqargan. Kasb egalarining mo'ljallashicha, bu bit tangisining foyda to'lqini yana bir qatim tarixiy yuqori nuqtaga yetishi mumkin ekan. Xitoy hukumati Xitoy virusiga qarshi vaksina emlashni siyosiy vazifa deb qarab, har darajali qatlam-muqatlam besimlarni keltirib chiqargan bo'lib, yerlik hukumatlar plan nishon amalga oshirish uchun har qaysi joylardagi hukumatlar kishilarni yuqori bahoda vakolatan vaksina emlash taklif qilish qalaymiqanchiligini paydo qilgan. Tannarxi $5,000 yetgan. Yaqında Xibey ülkesi Xandan şəhərindəki Fengfeng Kan rayonu
va Wuhan shahri yuqumning oldini olish va kontrol qilish xizmat ishxonasi ma'lum kishilarning Xitoy vaksinasini emdish uchun boshqa yurtdan kishilarni tashkillash va olib akilish hamda belgilik miqdorda to'lam berishga va'da berganligini bayqaganligini e'lon qilgan. Navbatda Xitoyning har qaysi joylaridagi Xitoy virus yuqum ahvoli og'ir bo'lib, Xitoy doiralari vaksina emlashni siyosiy vazifa deb qarab, sog'lomlik kodi va Xitoy virusiga vaksina emlash xotirasini ikki kod birlashma tekshirishning to'liq yo'l qo'yilganligini e'lon qilib, ommaning normal turmushiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Afrika davlati Kongo bu yil yanvar oyida Xitoy Kompartiyasining bir balvoq bir yo'l turiga rasmiy qatnashgan bo'lib, yaqinda Kongoning qonunsiz kan ichish va muhit bo'lganligi sababidan Xitoyning Altkan shirkatining oltin qazish ijozatnomasini to'xtatganligini xabar qilgan. Bu yil yanvar oyida Xitoy Kompartiyasi Kongoning bir balvoq bir yo'l turiga qatnashishining badaliga Kongoning 28 million dollar qiymatidagi qarzini kechirim qilish bilan birga, ya'ni Kongoga 17 million dollar iqtisodiy yordam bilan ta'minlagan ekan. Lekin avgust oyida Kongo Xitoy shirkatlarining kan ichish jarayonida keltirib chiqargan muhit bulg'anishini kontrol qilishga boshlagan. Yaqinda Kongoning Sud Kivida taqalgan 9 shirkat ichida 6si Xitoy shirkati ekan. Taqilishning sababi bo'lsa, bu kan shirkatlari qonunsiz kan qazib, tog' va daryolarning og'ir bulg'anishini keltirib chiqargan. Suv hayotlikning manbasi. Odam badanida oz degandimi 70% suv bo'ladi. Bu suvning odam badanida qanchalik muhimligini to'liq isbotlaydi. Har kuni yetarli suv to'liqlaganda normal asosiy metabolizmni saqlab, odam badani kerakli mikroelementlar bilan ta'minlab, badan temperaturasini texmi yaxshi tanshaydi. Badanda suv kamchil bo'lganda har xil bearomliklarni keltirib chiqaradi. Eng ro'shan bo'lgani og'izi qurib, siqishib ketish. Agar vaqtida suv to'liqlayolmasa, og'ir bo'lganda normal turmush tartibiga ta'sir yetkazadi. Doim choy ichish bilan qaynoq suv ichishning qaysi salomatlikka foydali? Qaynoq suv deganimiz qaynatilgandan keyingi suvni ko'rsatadi. Albatta yana har xil ish tartiblari orqali pishiqlab ishlangan mineral suv. Soda suvi qatorliqlarmi bor. Lekin ko'pincha o'zi uyda qaynatadigan suv ko'p uchraydi. Bu xil suvni ichish bir qadar sog'lom bo'lib, ham suv to'liqlaydi, ham badan ehtiyojli bo'lgan mikroelementlarni to'liqlaydi. Salomatlik ta'sir yetkazmaydi. Qaynoq suv selishtirganda choyning ta'mi yaxshi bo'ladi, chunki choy damlanganda quyuq choy purqi paydo bo'lib, ta'mi texmi yaxshi bo'ladi. Buningdan boshqa choy yana kutunish unimiga ega. Choydagi choy ishqori, kofein, choy pilofenoli qatorliq moddalarning hammasi badanning sog'lomligini yaxshi saqlaydi. Buningdan boshqa yana badan kerakli bo'lgan suv tarkibini to'liqlaydi. Choy turining o'xshamasligi asosan o'ynaydigan roli o'xshamaydi. Masalan, qizil choy oshqozonni isitadi. Yeshil choy issiqnaydi. Qisqasi, choyning tan sog'lomligiga xeli yaxshi yordam bo'ladi. Uzun muddat choy ichish salomatlikka foydali bo'lib, asosiy metabolizmni ilgari surib, suv to'liqlab kutunish unimiga yetkazib bo'ladi. Suv ichishdan bu ikki nuqta intayin muhim. Birinchi, oz miqdorda ko'p ichish. Bu bir qatimda oz-ozdan ko'p qatim ichishni ko'rsatadi. Choy ichganda bo'lsa, bir kech turib qolgan choy, qaynoq choy va qiziq choylarni ichmaslik kerak. Gerçi bu xil choyning suv to'liqlash unumi bo'lsa-mu, lekin bu xil choy salomatlikka ta'sir yetkazadi. Buningdan boshqa choy ichganda bak ko'pildi ichmaslik, yengil ichish kerak. Ikkinchi, xom suv ichmaslik. Bu yuqori temperaturada qizitilmagan suv bo'lib, bu xil suvda nurg'un mikrojonliqlar bor. Doim xom suv ichish badanning ichki muhitiga ta'sir ko'rsatib, nurg'un bearomsizlikni keltirib chiqaradi. Suv qaynatganda 100 gradusga yetganda ondan suv ichish kerak. Bunda qilganda ko'p qism bakteriyalarning badanning ichki muhitiga ta'sir ko'rsatishidan saqlangan bo'ladi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.